Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga yana bir tayyor bo'lgan obyektimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu obyektimizning uzunligi 15 metrga 10.40. Mana firmalarimiz orasi 1.20 dan tushgan. Rekalarimiz 65 dan qo'yilgan. Konvert holatda yopilgan. Hozir sizlarga bu obyektimiz pastdan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Bu obyektimiz Xonobod shahrida bo'ldi. Birinchi etajni tepasiga bo'ldi, ikkinchi etajga va pastdan qolgan jarayonni tushuntirib o'tamiz. Ustalar xudo xolasa tunukani yopish harakatida. Sizlarga pastdan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Mana bu pastdan ko'rinish holati. Mana ustunlarimiz 230, qorimiz 50, o'sha 280 balandlikda bo'lgan. Mana firmalarimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli chiqqan. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Zavod, fabrika, zamonaviy molxona tomlari bo'lsa ham qilib beraveramiz akalar. Bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bu uzoqdan ko'rinish holati. Tomondan o'tib boradi.